Нәрсе için mında bizning tip qanaqasizlik, tip qanaqasizlik shunda cemaat. Agar kishini g'oyib ekan, uni jinoyatchi etib otisi ekan, ul vaqtda tekshiruv o'tkazilishga tegish. Ammo lekin Rafiz Kashapovning advokati aytuvi bo'yicha bir yilda tekshiruv o'tkazilmacha 20-30 kun uning yonida kelib bosuvchi bo'lmagan. Mana bu narsa bir narsada biz bir yoqdan qaraganda da anglashlar bir tugel. Bizning talabimiz Rafiz Kashapovni agar uning g'oyibi yo'q ekan, uni chiqarishga kerak. Irigina mahrum etarga yaramaydi. G'oyibi bor ekan, 2 oy bo'yi beklab turishga kerakmi? Hech kimda bu birinchi qonunga siratilgan g'alam tugel. Mana shu kabi jamoat yildik. Kashapov durustlikni aytgan uchun o'tiraver. Rossiya imperiyasida durustlikni aytilgan bir haqida yo'q xalqning. Bir kimningda durustlikni aytgan uchun Nemsov aytilgan deyishdi. Birinchi o'tgan yolqinni Shekh aytilgan deyishdi. Lekin ana Shekh ayttirmadilar. Chunki u andi aytuvchilar har vaqtda yo'qqa chiqalar. Eng birinchi Starovoytov aytgan edi, xatiringizdadir. 20 yil ilgari Lestev bir haqiqat aytdi boshlagan edi. 20 yil ilgari Starovoytov aytdi. Ana o'rnida tutdilarda bizning itga bidiruvchi, o'zini-o'zida tuta bilmagan Jirinovskiyni qo'ydilar Starovoytov o'rnina. Starovoytov aytgan edi, agarda bizning davlatga shu Putin kabilar kelsa, bizda fashist kriminal davlat bo'lacak, bandit hukumati bo'lacak deb aytgan edi. Shunday aytgan uchun Iroqda 4-5 oydan so'ng otib o'tirdilar. Ondan so'ng otib o'tirganlarning birisini de topmadilar, chunki tovarga tegish tugullar. Ana ottiruvchilari bek usta kishilar. Mana Putin aytilgan, Putin turida Putin turida Ukraina turida durustlikni aytib chiqarga tegishdi bir kunni. Nemsov bir tavlik oldin otib o'tirdilar. Bizda da shunday bir hukumat bo'lgan vaqtda durustlikni aytgan uchun Kashapovni otib o'tirmadilar, lekin javob qo'ydilar. Foyzani o'zini taqdilar. Bugungi kunlarda Moskvada opozitsioner Boris Nemtsov o'tirildi. Qozonda xalq qahramoni Rafiz Kashapov turmaga tashlandi. Tatariston yetakchilarimiz Moskva doirasi prikazi bilangina g'amal qiluvchi miskin holga kirgan. 1-martda mitingda aytilgan ildagi yetishsizliklarni beysiz mahkama yo'qladi. Adil saylovlar bituvi, informatsiya choralari xalqni aldovga yo'nalgani ham nihoyat Rossiya xalqini sug'ishga itaru qo'rqinichi bildirildi. Bilib, tanib, biz oqni oq, qorani qora deb qo'rqmay aytirga tegishmiz. Shulay bo'lmasa, ahmoq, qo'rqoq sariq kituv darajasida qolacak biz jamoat. Qo'rqoqlar yozmishi belgili masxara ostida o'ta. Rossiya xalqi jamoat kelishasizdir, sariq kituv tugul. Biz 1-mart mitingdagi murojaatga qo'shilib, ildagi zo'raygandan zo'raya borgan yetishsizliklarni bitiruvni, demokratik krizisni, shu orqada ekonomik krizisni kechikmasdan to'xtatuvni talab etamiz. Biz Tatariston yetakchilaridan xalq qahramoni Rafiz Rafail Kashapovni erikka chiqaruvni talab etamiz. Biz konstitutsiya qonunlari o'taluvini talab etamiz.